هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Vakıa tefsiri 41. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Vakıa suresi 41. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Baxtsizlar, yani namı amali sol tarafından verilganlar devzixiylardir. Baxtsizlar qandaq odamlar? Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyning ichida bo'ladi. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda ching turgan edi. Ular biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim terildirilamdiq, ota bobolarimizni terildirilamdi deydi. Aytqinki, ilgarikilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ondan sizlar ey qayta terilishni inkor qilg'ichi gumrohlar, cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar, uningdan qo'soqlaringlarni to'ldirsizlar. Onun üstüge harareti yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. Baxtsizlarning ahvoli va ularga beriladigan jazo to'g'risida. Alloh taolo saodatmanlarning ahvolini bayon qilgandan keyin onun ulapla baxtsizlarning ahvolini bayon qilib mundaq deydi. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali sol tarafidan berilganlar devzixiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ya'ni ular qaysi jihatda baxtsiz? Ondan Alloh taolo buni bayon qilib mundaq deydi. Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyning ichida bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularga davzax muakkillari, sizlar dunyodagi cheg'inglarda inkor qilgan davzax azobiga beringlar. 3 shoxliq soyiga beringlar deydi. O soya jahannamning tutuni bo'lib, kishini sagitmaydi. Cehennemning yalqınını mı tosmaydı. O yalqın qasrdek çoğun uçqunlarını çıqırdı. O uçqunlar qar seriq tögilərə oxşaydı. Bu gündə o günü inkar qıyğıcılar var. Yani ular çıkışı yıqımlıq bolmağan, görünüşü çiraylıq və körkəm bolmağan qar tütünün sayəsidir boludu. Ondan Allah Teala ularning bu jazoga loyiq ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Ya'ni ular dunyodagi chaqlarda nozik ne'matlarga va ko'ngillarining xohishlariga berilgan bo'lib, payg'ambarlarning o'zlariga elib kelgan narsasiga parvo qilmaydi. Ular çoğun günahda, yani kufrda çın tuğan idi. Yani ular
Allah Teala'ga küfürlük kılış, Allah Teala'nı koyup butlarni, şiriklarni çoqunadigan ilahlar qilib olishda ching turib, tavba qilishni o'ylab qo'ymaganlar edi. Ular biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim terildirilamdiq, ota bobolarimizni terildirilamdi deydi. Ya'ni ular qayta terilishni inkor qilib va uning amalga eshishini yiroq sanab shundoq deydi. Allah Teala mundaq deydi. Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga kelgusida odam avlodining ilgari o'tganlari va keyin o'tganlaridan birmi odam qolmay, hammasining qiyomat maydoniga yig'iladiganligidan xabar bergan. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Shunga Alloh Taolo bu o'rindimi mundaq deydi. Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ya'ni u belgilangan muayyan vaqt bo'lib, ilgari surilmaydigan, kechiktirilmaydigan, qo'shib qo'yilmaydigan va kemaytib o'tilmaydigan bir vaqtdir. Ular mana shu vaqtda to'planadi. Ondan sizlar ey qayta terilishni inkor qiluvchi gumrohlar, cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar. Uningdan qo'rsoqlaringlarni to'ldirsizlar. Ya'ni ular zaqqum daraxidan yeyishga va uningdan qo'rsoqlarini to'ldirishga majburlandi va so'rab tortildi. Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. Ya'ni suv qattiq tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. İbn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr va Ikrima qatorliqlar bu oyatning ma'nosi suv qattiq tashna bo'lib chanqab ketgan to'gilardek ichsizlar deganlik bo'ladi dedi. Suddi mundaq deydi. Bu oyatda deyilgan tashnalik to'giga yuqadigan bir xil suvga tashnalik kesili bo'lib, u suvga qanmay o'lib ketadi. Shuningga o'xshashla jahannam ahlimi harorati yuqori bo'lgan bu qaynoq suvga mangu qanmaydi. Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. Ya'ni biz sifatlagan bu narsa ular hisob tortiladigan kuni Rabbining dargohida beriladigan ziyofatdir. Alloh Taolo mu'minlarga beriladigan ziyofat haqida mundaq degan edi. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi firdavsi jannatlari bo'ladi. Ya'ni ularga berilgan ziyofat va ikrom shuningdan iborat bo'ladi. İnsanlar, sizlarni biz yaratdik. Sizlar qayta terilishga ishonmamsizlar. Sizlar ayollarning bachidaniga to'kilgan man'ini deb biqinglarchu. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik. Biz sizlarning oranglarda o'limni belgiladik. Ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. Shubhisizki sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Ya'ni dastlabda Allohning sizlarni yo'qdan bor qilganligini tanidinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratgandek qayta yaratishini o'ylamamsizlar? Qiyomatning dalil isbotlari to'g'risida Allah Teala bu oyatda qiyomatning bo'ladiganligini jazmlashtirib, uni inkor qilgan, to'g'ri yo'ldan burilib ketgan va haqiqatdan tangan kishilarga raddiya berdi. Ular biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim terildirilamdiq deydi.
Ularning bu so'zlari ularning qiyomatni inkor qilganligi va uni yiroq sanaganligi sababidandir. Alloh taolo mundaq deydi: insonlar sizlarni biz yaratdik. Ya'ni sizlar tilga ilingidek bir narsa emas edinglar. Shuningdan keyin biz sizlarni dastlabda yo'q yerdan yaratdik. Dastlabda yo'q yerdan yaratishga qodir bo'lgan zot Alloh sizlarni eng qulay va eng oson yo'l bilan qayta tirildirishga albatta qodir emasmi? Shunga Alloh taolo mundaq deydi: sizlar qayta tirilishga ishonmamsizlar? Ondan Alloh taolo ularga dalil ko'rsatib mundaq deydi: sizlar ayollarning bachchidaniga to'kilgan man'ini deb biqinglarchu. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik? Ya'ni man'ini bachchidanlarga sizlar o'rinlashtirib, uningda sizlar inson qilib yaratyapsizlar yoki uni yaratquchi Allohmi? Biz sizlarning oranglarda o'limni belgiladik. Ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Zahhak mundaq deydi: Alloh taolo osmon ahli bilan zamin ahli orasida o'limni o'rtaq qilib bekitdi. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan, ya'ni qiyomat kunida shaklinglarni o'zgartirishdan va sizlar bilmaydigan bir shaklda, ya'ni boshqa sifatlar bilan boshqa qiyofatlarda yaratishdan ojiz emasmiz. Shubhisizki sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Ya'ni dastlabda Allohning sizlarni yo'qdan bor qilganligini tanidinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratgandek qayta yaratishini o'ylamamsizlar? Ya'ni Alloh taolo haqiqatan sizlarni yaratdi. Sizlarga quloq, ko'z va yuraklarni berdi. Sizlarni dastlabda yo'qdan bor qilishga qodir bo'lgan Alloh taolo sizlarni albatta oson va qulay yo'l bilan qayta tirildirishga qodir ekanligini aslimadinglarmi va tunib yetmadinglarmi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni maxluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ngaydir. Inson biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni aslamamdi. İnson bilmamdiki biz haqiqatan uni obi manidan yaratdik. Endi u Rabbiga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildira oladi dedi. Aytganki, uni eng dastlabda yaratgan zot terildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. İnson o'zini bekor qo'yib berildi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmaydi. Mayliga qo'yitilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. U bachchidanlarga to'kiladigan ojiz mani emasmidi? Ondan u lahti qon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U manidan ayol ikki tipini yaratdi. U ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Sizlar terigan ziroatni deb biqinglarchu. Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Agar biz xohlasak, albatta uni dansiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan uruqni ziyon tortdik. Balki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchu. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi?
agar biz xohlasak uni tuzliq qilib qo'yatdik. Rabbingning zo'r ne'matlariga nimish shukr qilmaysizlar? Sizlar yondirayotgan o'tni deb biqinglarchu. Uning darxini, ya'ni murxu ubar nomli birining shexini biriga surkisa o'ltiribla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Ulug' Rabbingni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Ziraat o'stirish, yomg'ir yog'dirish, o't paydo qilish qatorliq inson eng ehtiyojli bo'lgan narsalarni faqat yolg'iz Allohningla qilganligiga diqqatni burash to'g'risida. Sizlar tergan ziraatni deb biqinglarchu. Ya'ni sizlar yerni og'dirib, buningga urug' chachisizlar. Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziraat qilib o'stirdikmi? Ya'ni belki uni yer qatlamiga biz yerlashtirib va yerdan biz undirimiz. İbn Jarir Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hergiz ziraatni men undirdim dema, balki ziraat terdim degan. Abu Hurayra mundaq deydi. Alloh taolaning uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziraat qilib o'stirdikmi degan oyatini anglamadinglarmi? Agar biz xohlasak, albatta uni dansiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Ya'ni uni biz o'z lutfimiz va rahmatimiz bilan undirdik va uni sizlarga marhamat qilib qoldirdik. Agar xohlasak, uni g'ollashidan va hosil berishidan ilgari cho'qim quruq cho'pga aylantirib etdik. Shuning bilan sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Ondan Alloh taolo insonlarning qayg'usini bayon qilib mundaq deydi. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik. Balki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Ya'ni agar biz uni dansiz quruq cho'pga aylantirib etsak, sizlar buningga qayg'urib har turli so'zlarni qilatdinglar. Birda sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik, ya'ni ofatga yo'liqdik. Qo'limizda barini ketkizib qo'ydik. Azobga duchor bo'ldik desanglar, yana birida belki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Ekrima sizlar ajablanib qayg'uratdinglar degan oyat haqida mundaq deydi. Sizlar bir-biringlarga malomat qilatdinglar. Hasan, Qatada va Suddi qatorliqlar mundaq deydi. Pushaymon qilatdinglar. Bu oyatning xulosi ma'nosi sarf qilgan uruq va boshqa chiqiminglarga echinsizlar. Yoki bo'lmasa ilgari qilgan gunohlaringlarga pushaymon qilsizlar deganlik bo'ladi. Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchu. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Belki u suvni biz tushirdik. Agar biz xohlasak, uni tuzliq qilib qo'yatdik. Ya'ni ishkili bo'lmaydigan, ziraatmi terig'ili bo'lmaydigan ochiq va qirtaq qilib qo'yatdik. Rabbinglarning zo'r ne'matlariga nimish shukr qilmaysizlar? Alloh taolaning sizlarga tatliq suvdan iborat yomg'irni yog'dirib bergan ne'matiga shukr qilsanglar bo'lmamdi? Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ishchisizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal daraxtlar bilan chorvanglarni baqsizlar. Alloh sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zeytun, xurmo, uzum va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sizlar yondirayotgan o'tni deb biqinglarchu. Ya'ni sizlar chaqmoq teshini surkab, uningdan chiqargan o'tni deb biqinglarchu.
uning darxini, ya'ni murxu ubar nomli birining shexini biriga surkisa, o'ltiribla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Ya'ni balki uni o'z o'rnida biz saqladik. Arablarda marix va afar nomli ikki xil daraxt bo'lib, bu ikki daraxtdan ikki tal ho'l shoxni ilib bir-biriga so'ksa, u ikkisining orasidan o't uchqunlari chachrab chiqadi. Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Mujohid Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. Bu o'tni cho'ng o't, davzax o'tini asıltadigan qildik. Qatada mundaq deydi. Anglashimizcha Payg'ambar alayhisalom: "Ey qavmim, sizlar yondirayotgan bu o'tning harorati jahannam o'tining 70 dan biriga to'g'ri keldi" degan. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, davzaxda shu bir parchasi bo'lgan bo'lsa-mu, albatta yetar ekan" deganda Payg'ambar alayhisalom odam avlodining isinishi va manfaatlanishi uchun bu o'tning qiziqlik darajasi suv bilan 2 hassa sovutildi degan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki sizlarning bu o'tinglar davzax o'tining 70 parchasidan bir parchadir. Bu o't dengiz suvi bilan 2 hassa sovutildi. Agar shundoq bo'lmagan bo'lsa edi, Alloh bu o'tda hech kimga foyda manfaat bermaydigan qilgan bo'lardi. İmam Malik Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam avlodi yondirayotgan bu o't davzax o'tining 70 parchasidan bir parchasidir. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, davzaxda shu bir parchasi bo'lgan bo'lsa, albatta yetar ekan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Shek shubhisizki shu bir parcha o't davzaxda 69 hassa ortiq qilindi" dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. La havla va la quvvata illa billah. Va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Bu oyat haqida Abdurrahman ibn Zayd mundaq deydi. Ya'ni o'tni och qolgan kishilar yemek pishirish uchun foydalanadigan narsa qildik. Lays ibn Abu Sulaym Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni o'tni muqim turadigan odamlarning va yo'lovchilarning o'rtaq foydalanadigan narsa qildik. Chunki ularning har biri tamoqni faqat o't bilan pishirdi. Ibn Abu Najih Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni o'tni insonlarning hammasi foydalanadigan narsa qildik. Ikrimaning bu oyatni shundoq tafsir qilganligi bayon qilingan. Bu tafsir boshqa tafsirga qaraganda ommiy bobdir. Chunki shaharda va sahroda yashaydigan har qanday boy va kambag'al butun insonlar yemek pishirish, isinish, qorong'ulikni yoritish va boshqa manfaatlar uchun o'tga muhtojdir. Alloh taolo o'z mehri shafqati bilan o'tni toshlarning orasidan ve sap tömürden ibaret çakmakның içinde sakladı. Bunun bilen yo'lovchilar çakmak ve güngürtke o'xshagan o't yandırış asboblarini yük taqinlarining ichida ve yanchiqlarida ilib yurish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ular tushkin qilgan joylarida o'tga muhtoj bo'lsa, chaqmoqni chiqirdi da o't yondirdi. Shu o't bilan tamoq pishirdi. So'g'oqda isinidi, kabob solidi. Qorong'ulikni yoritdi va boshqa manfaatlarga ishlatdi. Gerçi o'tga butun insonlar ehtiyojli bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo bu oyatda yo'lovchilarni alohida tilga oldi.
ulug' Rabbingni mushriklarning iftiralarından pak e'tiqod qilgan. Ya'ni Alloh taolo o'z qudrati bilan bir-biriga qarama-qarshi har xil shaylarni yaratdi. Zumratdek suzuk, tatliq va sovuq suvni yaratdi. Agar Alloh xolisa, u suvni dengiz suyiga o'xshash ochiq va tuzliq qilib o'tadi. Alloh taolo ko'ydirguchi o'tni yaratdi ve onu bendilerge paydalı kıldı. Allah Teala bu otni bendilerinin dünya terikçiliki üçün paydalık ahiretinin otudan agahlandırıcı kılıp yarattı. La ilahe illallah Muhammed Resul. Elhamdülillah yukarıda Sure Vakıya tefsiriden 74. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.